Bu yerda 1 million dollar naqd pul bor. Endi men tasodifiy odamlarga 1 daqiqa vaqt beraman shu pullarni sarflash uchun. Sizlarda 60 soniya bor. Shu aravaga nima qo'ysangiz, men 1 million dollargacha bo'lganini to'lab beraman. Tushunarli. Boshladik. Bo'la qoling, timer ishlayapti. Voy, bu televizor juda katta-ku, bizning aravaga sig'armikan? Kimga yana bitta televizor kerak? Vaqt tugayapti, deyarli 1 daqiqa bo'ldi. Hech qanday qo'shimcha vaqt yo'q, to'xtatdik. Zo'r ishlading, kichik do'stim. Ular aravaga nima qo'yishgan bo'lsa, hammasini men to'layman. Kelinglar, endi qancha zarar bo'lganini ko'raylik. Qaranglar, u bunchalik ko'p sovg'a kartasini olganmi? Jami 13 ming dollarlik sovg'a kartalari. Bu joyni sekinlashtirilgan tarzda qayta ko'rsating va yozib qo'ying. Ular 1 daqiqada jami 18 ming dollar sarflashga ulgurdilar. Bu albatta 1 million dollardan ancha kam. Shuning uchun tabriklayman. Bu narsalarda hammasini o'zingiz bilan olib qolasizlar. Endi bizning navbatdagi manzilimiz mana shu zargarlik do'koni. Mana masalan shu joyda turgan buyumlarning o'zi 900 ming dollar turadi. Va mana bu yerda turgan narsalarning o'zi esa 1 million 300 ming dollar. Bu yerda esa 1 million dollarlik narsani topish juda oson. Endi esa keyingi ishtirokchimiz Ashley. Timer 30 soniyaga yetguncha sen shu idishga nima qo'ysang, men shuni pulini to'lab beraman. Agar tayyor bo'lsang, boshladik.